Sizga hozir kartoshka bilan pichoq olib kelib bersam, ochib bera olasizmi? Men bitta so'z aytaman, teskarisini aytib berasiz. Xafa. Xafa emas. Bugun bizni shirin suhbatimiz kim bilan birga bo'ladi? Siz bilan. Men bilan. Siz ismingiz nima? Hadicha. Hadicha. Yoshingiz nechida? 7da. 7 yoshdasiz. Yana kimning ismi Hadicha bo'lgan? Aytib beringchi. Payg'ambarimiz davrlarida. Payg'ambarimizning ayollar. Mashalloh, mashalloh. Xo'p, kim birinchi savol beradi? Men. Siz birinchi savol berasiz. Bering savolingiz. Payg'ambarimizning yuzlari qanday bo'lgan? Allohu akbar. Rosa orzu umid qilaman payg'ambarimizning yuzlarini ko'rishdi. Tushunda bo'lsa ham. Alloh taolodan so'rayman, bir marta bo'lsa ham ko'rsatgan payg'ambarimizning yuzlarini deb. Hadislarda sahobalar payg'ambarimizning yuzlarini aytib berishadi. Xuddi bir parcha oy Rasulullohning yuzlarida turgandek edi deyshadi. Agar tabassum qiladigan bo'lsalar, xuddi ya'ni quyoshga o'xshab ketardi o'shaning yuzlari deb. Juda cho'zinchoq ham bo'lmagan, juda ham yumaloq ham bo'lmagan, o'rtacha bo'lgan yuzlari va ranglari qizg'ish aralash bo'lgan. Oppoq ham emas yoki juda ham bug'doy rang ham emas, oq qizg'ish aralash bo'lgan. Tishlari ham shunaqangi kichkina ajoyib terilgandek tekis bo'lgan. Bir ko'rgan kishi payg'ambar alayhisalom juda ham yaxshi ko'rib qolgan. Bir ko'rganda haybatlangan payg'ambarimizdan. Lekin ozgina suhbatlashadigan bo'lsa, payg'ambarimizni yaxshi ko'rib qolardi. Va payg'ambarimiz meni hammadan ko'ra ko'p yaxshi ko'rar ekanlar deb o'ylab qolardi. Payg'ambarimiz o'sha odam bilan chiroyli muomala qilganlaridan. Sochlari ba'zi rivoyatlarda yelkalariga tushadigan bo'lgan, ba'zi rivoyatlarda quloqlarining yumshog'igacha tushgan. O'rtasidan bunday ochib yurardilar sochlarini. Tasavvur qildingizmi? Soqollari ko'kraklarni o'rab turadigan bo'lgan. Hatto soqollarini oqgacha sahobalar sanashgan. Aytishadiki, payg'ambar alayhisalom soqollari 10 taga yetib bormaydigan oq tuklari bo'lgan edi soqollarining orasida deyshgan. Yaxshi ko'rasizmi payg'ambarimizni? Ko'rishni orzu qilasizmi? Inshaalloh ko'ramiz. Namozlaringizda nima deb duo qilasiz? Namozdan keyin Jannatda ota-onam bilan birga oilaviy jannatga kirishni qilaman. Mashalloh. Yana O'qishlarimiz bekilib qoldi. Hayitdan keyin ochamiz ishab tezroq ochilib ketsin deb. Mashalloh. O'qishingizni yaxshi ko'rasizmi? Nimalar o'rganasiz o'qishingizda? Har xil fanlar. Xo'p, hamma Ko'proq narsani Qur'ondan o'rganamiz. Mashalloh. O'rgandingiz, katta olima bo'ldingiz. Keyin nima qilasiz? Barchaga o'rgataman. Mashalloh. Demak, ilm olishdan maqsad o'rganib, boshqalarga ilm o'rgatish, shundaymi? Mashalloh, shunday bo'lish kerak o'zi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nabiralik bo'lganda necha yoshda edilar? Payg'ambar alayhisalomning 4 yoki 5 ta nevaralari bo'lgan ekan. Eng kattasi vallohu alam Umama bint Abil As, payg'ambar alayhisalomning qizlari Zaynabning qizi. Zaynab roziyallohu anhoning qizlari Umama degan nevaralar bo'lgan. Hijratni 8-yili tug'ilgan degan rivoyatlar bor ekan. Hijratni 8-yil tug'ilgan bo'lsalar, shunda payg'ambar alayhisalomning yoshlari necha yosh bo'ladi? 61. 61 mi? Demak 61 yoshlarida bo'lgan ekanlar. Umama roziyallohu anha payg'ambar alayhisalom eng ko'p yaxshi ko'rgan nevaralaridan biri bo'lgan. Bilol roziyallohu anhu aytadilarki, bir kuni payg'ambarimizni namozga chaqirdim. "Ey Rasululloh, namoz payti bo'ldi, namoz o'qiymizmi?" desam, payg'ambar alayhisalom hujralardan chiqdilar. Umama payg'ambarimizni boshlariga o'tirib olgan ekan. Boshlariga o'tkazib olgan ekanlar. Va payg'ambarimiz boshlarida Umama turib namoz o'qishni boshladilar. Ruku sajda qilganlarida boshlaridan olib qo'yardilar va namoz o'qib turgan holatlarda, turganlarida yana boshlariga o'tkazib olardilar dedilar. Ya'ni nevaralarni qattiq yaxshi ko'rganlardan boshlarida o'tirgan holatda namoz o'qiganlar. Hadicha bono, siz bilan o'yin o'ynaymiz. Qanaqa? Men bitta so'z aytaman, teskarisini aytib berasiz. Xafa. Xafa emas. Baland. Pas. Pas. Tepa. Tepa. Baland emasmi? Semiz. Nozik. Nozik yoki oriq yoki ozg'in. Uzun. Teskarisi? Kalta. Xo'p, endi siz savol bering. Qiyomat kunida gunohi bilan savobi teng bo'lib qolsa jannatga tushadimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu to'g'risida marhamat qilganlar. Aytadilarki, hammani hisob-kitob qilib bo'lingandan keyin oxiri bitta odam qoladi dedilar. U odam jannatdan do'zaxni o'rtasiga qo'yiladi-da, uni yuzi do'zaxga qaratib qo'yilgan bo'ladi. Shunda Alloh taolodan so'raydiki, "Ey Alloh, men yuzimni do'zaxga qaratib qo'yding. Do'zaxning issiqlari yuzimni kuydirib yubordi. Do'zaxning sassiqlari dimoqlarimni achitib yubordi.
Sendan bir narsa so'rayman dedi. Mani yuzimni shunday jannatga burib qo'ysang bo'ldi, boshqa narsa so'ramayman dedi. Shunda Alloh taolo aytadiki, rostdan boshqa narsa so'ramaysanmi dedi. O odam, senga qasam ichib aytaman, boshqa hech narsa so'ramayman dedi. Shunda Alloh taolo odamning yuzini jannatga burib qo'yadi, jannat tomonga. Jannatga burib qo'ygandan keyin jannatning shabodalar kelib turadi unga. Jannatning xushbo'y gullarning hidlari, atirlarning hidi kelib turadi. Bu hidlarni hidlagandan keyin chidamaydi u odam. Nimasiga chidamaydi? Borgisi keladi jannatga. Shunda Alloh taolodan so'raydi, "Ey Alloh, jannatga kirgizmasan ham jannatning eshigini tagiga olib borib qo'ygin" dedi. Keyin Alloh aytadiki, "Boshqa narsa so'ramayman deganding-ku" dedi. "Ey Alloh, meni kechira qolgin, men jannatning oldiga olib borib qo'y qolgin, boshqa narsa so'ramayman" dedi. Keyin Alloh taolo u odamni jannatning eshigini oldiga olib borib qo'yadi, jannatga kirgizmaydi. U odam jannat bilan do'zaxning o'rtasida turib, chidamagan odam jannatning eshigini tagiga borib chidaydimi jannatga kirmaslikka? Chidamaydi albatta. Jannatning hididan tashqari endi jannat ichidagi ne'matlarni tomosha qiladi bu odam eshikdan. Shunda Allohdan so'raydiki, "Ey Alloh, jannatga olib kirib qo'y qolgin mana" dedi. Shunda Alloh aytadiki, "Boshqa narsa so'ramayman deganding-ku" desa, "Meni badbaxt bandalaringdan qilib qo'ymagin, meni kechirgin, jannatga olib kira qolgin" dedi. Alloh taolo odamni jannatga olib kiradi. Keyin aytadiki, "Nima istaysan, nima xohlaysan" dedi. U odam buni xohlayman, xayoliga kelgan narsani aytadi. Shunda Alloh taolomga eslatib ham turadi. Mana bu esdan chiqdi, bu esdan chiqdi, buni xohlagan, buni aytgan deydi. Aytgandan keyin Alloh taolo aytadiki, "Ey bandam, senga xohlagan narsalaringni va bunga 10 barobar qilib beraman" deydi. Bu jannatga eng oxirgi kiradigan odam. Jannat bilan do'zax o'rtasida qolib ketgan odam bo'ladi. Tushundingiz? Ana. Uyda ovqat qilib turasizmi? Rostdan. Ba'zida. Mashalloh. Qanaqa ovqatlar qilishni bilasiz? Kartoshka qurishda, Yana tuxum, tuxum qovurishdimi, pishirishdimi, qaynatishdimi yoki sindirishdimi? qanach, Qaynatishdi. Yana sizga hozir kartoshka bilan pichoq olib kelib bersam, achib bera olasizmi? Rostdan. Qanaqa nima narsani pishirishni bilasiz yana? Shirinlikda pishirishni bilasizmi? Qanaqa shirinlik pishirasiz? ba'zida ayam bilan pishiraman. O'zingiz. O'zim yo'q. Xo'p, qanaqa qilib pishirasiz? Aytib bering-chi. Nimalar solasizlar, qanaqa qilasizlar? Tuz, suv, tuxum, aralashtirib, Xo'p. un, Ozgina guruch. yo'q. Mashalloh. Ziyrak qiz ekan bu, ha? Xamir qilar ekansizlar-da, xamir ovqatga. Shunaqami? Siz nimadan qo'rqasiz? Ko'p narsadan qo'rqaman va shu qo'rqqanga yarasha amal ham qilib qo'yish kerak-da o'zi. Alloh taologa gunohkor bo'lishdan qo'rqish kerak birinchi. Musulmon odam Alloh taologa gunohkor bo'lishdan qo'rqish kerak. Va bir musulmon kishini qalbini og'ritib qo'yishdan, ko'nglini og'ritishdan qo'rqish kerak. Bir musulmon kishiga zarar berishdan qo'rqish kerak musulmon kishi. Tushundingiz? Odamlar Makka ga nega borishadi? Makkaga? Ibodatga. Ibodatga. Nima qilishadi Makka ga borib? Ibodat qilib kelishadi. Namoz o'qib kelishadi. Namoz. Uyda ham namoz o'qisa bo'ladi-ku. Haj Makkani aylanib chiqadi. Ya'ni Ka'bani tavof qilishadi, shundaymi? Safo va Marva orasida yugurishadi, Zamzam suvi ichib kelishadi, ibodat qilishadi, payg'ambarimizning qabrlarini ziyorat qilishadi. Shunaqami? Sizdan borgingiz keladimi? Mashalloh. Xo'p, qani savol berasiz? Voy, tugadimi savolingiz? Bo'pti. Men bitta savol beraman sizga bo'lmasam. Nechta suraning ismini bilasiz? Nas, Nas surasi, Falaq, Ixlos, Mulk, Mulk surasi, mashalloh. Qalam, katta suralar-ku. Al-Haqqa, mashalloh. 6 ta bo'ldi. Nuh surasi, Jin surasi, mashalloh. Aytgan suralaringiz ismini aytyapsiz, yodlaganmisiz o'zi? Qaysi surani yodlagansiz? Mulk surasini. Mashalloh. Aytib bering. Oxirgachami? Oxirgacha vaqtimiz yetmay qoladi. Boshidan 5 qator aytib bering, bo'ldi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ما شاء الله zo'r. Xo'p, Qur'on yodlash osonmi, qiyinmi? Qiyin. Qiyinmi yodlash? Ko'proq o'qisa oson bo'lmaydimi? Ko'proq o'qisa oson. Ana. Xo'p, o'zingiz yoshingizdagi qizchalarga nima tavsiya qilasiz? Nima qilsin? Bo'lmasam,
bugungi suhbatimiz mana shu yerda nuqta qo'yamiz. Bu yoqqa qarab tur. Yaxshi qolinglar deb qo'ying. Xayr deb qo'ying. O kameraga qarab tur.